Biz magaziniga keldik, narxlarni so'raymiz bir boshdan. Mandarinlar nech puldan? Mandarin bu Xitoy mandarin, bu 30 ming yapgan kilosi. Teng katarog'i bor 20, 35 ming, preski bor 25 ming. Limon misli nech pul? Limon mesni 52 deyapmiz, 50 pul beramiz buni. Ha. Burada greypfrut, apelsinlar, Apelsin Afrika 28 ming, greypfrut 40 ming, Xitoy limon bor 35 ming aka. ha. Bu turetskiya apelsin. Bu Eron'niki. Eron'niki nech pul? Eron'niki 15 ming. Ha, kiwi noklaringiz? Kiwi 28 ming, bu noklar 15 ming, Xitoy noklar. Ha, Fuji olmalarchi? Fuji olmalar bularni 28 ming deyapmiz aka. 3 xil sort. Ha, 3 xil sorti. Xo'p, bularchi? Bular baxmal olmasi zo'r olma bular. Ha. 25 ming deyapman. Tagida usti bir xil mana, tagini qarang, adborni. Endi odamlar yuzini oldi. Tagida usti bir xil adborni olmalar. Keyin maydachalar bor. 15 ming mayda olmachalar. Cook, golden, ha? Bular 15 ming, bu ham baxmal. Ha. Keyin eksport bor, bu ham Moldova olma. Ha, Moldova, Polsha. Ha, Polsha. Bular 28 ming. Bunisi 20 ming. Xo'p. Endi xolodilnikda yana bor, men veterinarlarni ko'rsatyapman. Ananaslar nech pul? Ananas aka yashib olsangiz 250 ming, 450 ming, donaga nima 50 ming. Xo'p, qovun tarvuzchi? Qovun mana bu qovuncha 100 ming so'm, tarvuzni kilosi 25 ming. Xo'p, adreslari Samarqand Qarshi quruq Optun bozori. Kelaveramiz. Mana shu yerda Optun yana kelishtirib berasiz aka? Ha, kelishib beramiz. 124-do'kon kelsinlar. Ana, men hozir bu yerdan ko'rsataman. 124-do'kon. Kelaveramiz. Ana shu yerda assortimentlari ko'p. Kelinglar.